molekular tarkibidagi elektronlar soni atomlar sonidan 3 marta ko'p bo'lsa, shu shartni qanoatlantiruvchi alkinlar sonini aniqlang deyilyapti, masalan, sharti bo'yicha. Demak, bolalar, alkinlar umumiy formula SN H2N-2 elektronlar topish formulasi. Uglerodda tartib raqami 6, vodorodda 2 1. 6n ga ko'paytirsanglar 6n, 2n ni 1 ga ko'paytirsanglar 2n, ya'ni plus holatda yozaman va minus 2. Endi jami qo'shsanglar 6n ga 2n ni qo'shsanglar 8n, mana minus 2 yozilaveradi. Bu nima bo'ldi? Elektron topish formulasi bo'ldi. Kichkina holatda yozib qo'y. Mana. Atomlar soni topish ugleroddan n ta, vodoroddan 2n minus 2. Jami qo'shsanglar 3n minus 2 ga to'g'ri keladi. Mana shundan 3 marta ko'paygan. Demak, 8n minus 2 taqsim 3n minus 2 dan 3 marta ko'p, ya'ni 3 taqsim 1 holatda yozib olsam bo'laveradi. Endi qiymatini topadigan bo'lsanglar 8n minus 2 teng bo'ladi 3 da 3 ga ko'paytirsanglar 9n, 3 da 2 ga ko'paytirsanglar minus 6. Endi qiymatini topadigan bo'lsanglar n teng, ya'ni 6 dan 2 ni ayrsanglar 4, 9 dan 1 dan 8 dan ayrsanglar 1. N teng 4 holatda olishimiz mumkin ekan. Xo'p, n teng 4, demak 4 bo'lar ekan. Javobimiz D javobga to'g'ri kelar ekan. Savollar bormi? To'xtas. Xo'p, keyingi savol. 50 biroz murakkabga o'xshayapti, lekin ishlasa bo'ladi. Kalsiy karbid, kalsiy gidrid aralashma suvda eritilib olingan gazlar katalizator ishtirokida to'liq reaksiyaga kirishganda etan va vodoroddan iborat massasi o'rtachasi 9 gram taqsim bo'lgan gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Dastlabki aralashma kalsiy karbid va gidridlar mol nisbatini aniqlang deyilyapti. Masala sharti bo'yicha. Demak, kalsiy karbid, gidrid bolalar suvda eritib aralashmada nimalar hosil qilishimiz mumkin? Birinchi kalsiy karbidni olaylik misol uchun. Kalsiy gidroksid. Asetilin bilan kalsiy. Asetilin. Bizda gazlarni topishinglar kerak-da. Misol Asetilin. uchun, kalsiy karbiddan nimani hosil qiladi dedik? Asetilin hosil qiladi dedik. Bizga eritma kerak emas, chunki ikkalasidan ham kalsiy gidroksid hosil bo'ladi. Endi kalsiy gidriddanchi? Kalsiy gidroksid bilan vodorod. Ana, bolalar, bizga eritma kerak emas. Bizga gazlar aralashmasi kerak, chunki o'rtachasi nechaga teng? 9 gram taqsim molga teng. Bolalar, o'rtacha molekulyar massani mol nisbati berganda edi, noma'lum, qancha kirishgan noma'lum. Endi bolalar 2 noma'lumni qilsa ham bo'laverardi, diagonal qilsa ham bo'laverardi. Buni diagonal qilib ko'ramiz, faqat noma'lum miqdorda olib qilsak bo'laveradi. Misol uchun mana buni A mol olaylik. Mana buni B mol olaylik. Misol uchun miqdorda. Reaksiya tenglamapmiz u. 2 qo'ysa reaksiyamiz teng bo'ladi. Suvni yoniga ham 2, mana buni suvni yoniga ham 2 qo'ysa reaksiyamiz teng bo'ladi. Kalsiy gidrosid hisobga olganda. A moldan A mol, B moldan 2 B mol hosil bo'ladi. Misol uchun. Endi hosil bo'lgan aralashma to'liq reaksiyaga kirishdi deyapti, gaz aralashmasi. Demak, C2H2 vodorod bilan nima qilingan? Gidrogenlangan. Bunday to'yinga uglevodorod C2H6 etanni hosil qiladi, reaksiyani 2 qo'ysam reaksiyam teng bo'ladi. Bizda dastlab buni A mol deb oldik asetilenda. Demak, A mol bo'ladigan bo'lsa, bu uchun ham A molidan 2 A mol vodorod va A mol etan hosil qiladi. Endi jami hisoblaydigan bo'lsak, o'rtacha molekulyar massa oladigan bo'lsak, bizga 9 kelib chiqish kerak, bolalar. Endi vodorodning massasi 2. Buni 2B holatda oldik miqdorda. Xo'p, 2 B minus 2A, chunki mayta reaksiyaga kirishgan 2A ko'paytiramiz massaga. Vodorodning molekulyar massasi 2 ga teng. Plus qo'shamiz. Asetilning massasi 30. A ga ko'paytiradigan bo'lsak, 30 A ga to'g'ri keladi bolalar. 30 A holatda yozib olaman. Endi taqsim umumiy nimaga bo'lamiz? Moddalar miqdoriga bo'lsa, o'rtacha molekulyar massa 9 ga teng bo'lish kerak ekan. Gram taqsim mol. Demak, miqdorlar mana bu joyda 2B minus 2A holatda oldim. Sarflanib ketdi, mana vodorod bu yerda. Xo'p, plus x A holatda yozib olaman. Hayolimga x y kelib ketdi. Xo'p, endi bu o'rtachani ishlashimiz to'g'ri keladi. Bu yerda 9 deb hisoblaydigan bo'lsam, taqsim 1 holatda yozib olaman. Demak, bu yerda umumiy ishlaydigan bo'lsa, 2 ni 2B ga ko'paytiradigan bo'lsak, 4B minus 2 ni A ga ko'paytirib 2A ga ko'paytiradigan bo'lsak, 4A plus shunda to'g'ri keladi 30A ga. 30A ga teng bo'ladi. Shunda teng bo'ladi 9 da
2bga va 2a umumiy qo'shadigan bo'lsak 3a bo'ladi. Xo'p, umumiy hisoblaydigan bo'lsanglar, a da o'zi to'g'ri kelyapti mana bunga. 9 ni 2 ko'paytirsanglar 18b. Bu yerda ishora minus bo'ladigan bo'lsa, kattasini ishorasi beriladi. Minus 9 ni a ga ko'paytirsanglar 9a ga. 9a ga. Endi umumiy hisoblaydigan bo'lsak 35a teng bo'ladi 14b ga. Demak, mana shundan nisbat olamiz. Kattasini kichigiga bo'linglarda bolalar, 35 ni 14 ga bo'lsalar, kattasini kichigiga bo'lamiz, o'zini o'ziga bo'lamiz. 35 ni 14 ga bo'lasizlar, 14 ni 14 ga bo'lasizlar. 14 ni 14 ga bo'lsalar b. 2,5 chiqadi. 35 ni 14 ga bo'lsalar 2,5. Demak, nisbat 2,5 ga 1 ekan. Javob bormi? 2,5 ga 1 yoki 5 ga 2 holatda nisbat beriladi, to'g'rimi? Butun nisbatni olsak. Mana javobimiz. Ustoz, Oh. mana shu masalani masalan etan bilan vodorodni bittasi x, bittasini 1 minus x qilib shularning masalaga ko'paytirib 9 ga tenglasa ham oson chiqadi-da. Ha, unda ham bo'laveradi. Bunda ham kelib chiqaveradi. Endi biz umumiy o'rtacha qilib ishladik-da, o'rtacha qilishdan ham umumiy qisqartirib olsak ham qiymatlar o'zgarib tushadi-yu. Misol uchun mana shu tenglama qilsak ham javob chiqaveradi. Qiyin joyi yo'q. Faqat gidrogenlanganda sarflangan vodorodni ham hisoblab olishimiz kerak-da. Shuning uchun 2b minus 2a sarflangan deb turib olib o'tib ketdim. Sening aytganingiz bo'yicha ham ishlasak bo'laveradi. Xo'p, 5 ga 2 javob D. Javob savollar bormi? Savol yo'q ustoz, tushundim. Keyingisi bolalar, keyingisi 50. Masalani o'qiyapman. Noma'lum alkil molekulasi to'liq bromlanish reaksiya tenglashtirishda o'ng va chap tomondagi atomlar yig'indisi 22 ga teng. Bo'lsa alkinning molekulyar massasini toping deyapti. Bolalar, alkinlarda brom bilan reaksiya kirishda hosil bo'lgan bizda koeffitsiyentmi? Atomlar deyilyapti. Atomlar sonini hisoblab chiqamiz. Demak, SnH2-2 plus brom bilan kirishganda to'la kirishadi. SnH2n bromdan 4, ya'ni -2 bromdan 4 holatda yoziladi. Bromdan 2 qo'ysam esamiz teng. Endi atomlar hisoblaymiz bolalar. Bu yerda SnH2n -2 da 3n-2 ta atom bor. Bromda 2 ni 2 ga ko'paytirsanglar 4 ta atom bor. Jami qo'shyapman. Plus 3n-2 yana -2 bromdan 4 ta bo'lgan uchun yana 4. Endi jami qo'shasizlar mana 3n jami 6n bo'ldi. 6n plus endi bu 2 4 6 bu yoqda necha bo'ldi? Mana 2 4 6. Xo'p, jami qo'shadigan bo'lsak, bu yoqda minus ishora bo'ladigan bo'lsa 6n teng 18 ga teng bo'lyaptimi? 18 ga. Shunda umumiy atomlar yig'indisi nechaga teng deyilyapti? 22 ga teng deyilyapti. Endi qiymatini topish uchun 22 dan 18 ni to'xtanglar. 18 emas. Bu yoqdan 4 ga 2 ni qo'shsanglar 6, bu yoqdan 4 ga 2 ni qo'shsanglar 6. Jami necha bo'ldi? 12 bo'ldi, to'g'rimi? 12. 6 plus 2. Jami atomlar yig'indisi shunda 22 ga teng bo'lishi kerak ekan. 22 dan 12 ni ayirib 6 ga bo'lamiz-da. Necha kelib chiqadi? Bo'ladimi siz? Qiymat. Siz 12 9 emasmi? 9. Qiymat o'zgarib ketadi. Ishora bu yoqqa o'tganda tortar umumiy. Bolalar ishora teskari o'tadi-yu. Plus o'rtadan plus turibdi-yu. Mashina hisobga olmadingda. Shuning uchun bu yoqda 4 bo'ladigan bo'lsa, umumiy hisoblarda bo'lsanglar 6 teng 22 dan 4 ni ayirsalar 18 ga to'g'ri keladi. 6 teng 18 qilib yozsa ham bo'laveradi. 6 teng 18 ga endi qiymatini topish 18 dan 6 ga bo'lasizlar. 3. Demak, qaysi alkin bo'lgan? Propin. Propin. Massasini hisoblaysanglar bo'ldi bolalar. SO3 H4. Massa hisoblanglarchi? 40 gram. 40 gram. To'g'ri. 12 ga ko'paytirib 4 ga qo'shsanglar 40 gram kelib chiqadi. Javobimiz gram taqsim yozib qo'yaman. Gaz. A javob bo'ladi.